Vaqt hech qachon to'xtab qolmagandek, hozir bu narsa haqida videomiz ko'pchilik bilsa kerak, bilmaganlarga lifehack uylarda mebel qildirayotgan bo'lsam, chiroq olayotgan bo'lsam, mana shu narsadan foydalansa bo'ladi. Bu nima narsa? Oldin ko'p to'kla mamdo qilib izolenta bilan olingan. Ko'rasizmi, o'sha qanaqa narsa bo'lyapti. Asli o'sha zamon rivojlanyapti. Mana kabel do'laguncha mamdo narsadan foydalansa, birinchi navbatda безопасный и montaj demontajga ham oson. Ko'tarasiz, o'sha bo'ldi. Kabel chiqadi, yopiladi. Mana. Mana shunday tiqib qo'yiladi. Teshikchasiga yopildi, o'sha bo'ldi. Mana qoldi. Chiqmaydi chiqatga. Turadi. Xo'p. Keyin yana bitta ko'tariladi, o'sha olinadi. Zamon rivojlanyapti. Mebelga mana shunaqangi iloji boricha zamonaviy, kulturniy narsa qo'ysa yaxshiroq. Kim uyga mebel qildirayotgan bo'lsam, mana bu narsadan ko'ra mana bu narsa yaxshiroq-da. O'zingizlar bilasizlar. Kim qidirayotgan bo'lsa, qatta topolmayotgan bo'lsanglar, aytsanglar. Biz qatta borligini ham, narxini ham aytamiz, lekin любой do'kondan so'rasangiz bor. Buni ham lekin yaxshisi, sifatsiz bor. Orqasida mamdo yozilgan. Iloji boricha mana shundan olsanglar, originali ilk mana bu ichidagi qizib mexanizm ham, ichidagi narsalar ham kuyib ketmaydi. Qulay. Montaj qilasiz. Elektrga ham kerak emas, izolenta ham kerak emas. Savremenniy, zo'r. Tavsiya qilamiz hammaga.